Şərqi Türkistan Təşviqat Mərkəzi Uyğurlarning Yürək Sadası. Assalamu alaykum hörmətli vətəndaşlar. Şərqi Türkistan Təşviqat Mərkəzimiz Uyğurlarning muhacirat hayati səfəri jarayonida qurilgan Şərqi Türkistan içi və sirtida Uyğurlarning gündəlik hayotiga münasibətlik vaqealarni öz vaqtida yetkizish, Xitoy tajovuzchilarining Şərqi Türkistan'da elib berib atqan qirg'inchilik, tutqun qilish, bulan talanglarni aynan fash qilib xalqaro oshkorlash maqsadida qurildi. Şərqi Türkistan Təşviqat Mərkəzi barliq Şərqi Türkistonliklarning ko'zniki. Şərqi Türkistan Təşviqat Mərkəzi hech qanday bir siyosiy partiya va guruhga yaqinmaydigan barliq Şərqi Türkistonliklarning ovozini dunyoga anglitadigan o'z oldiga mustaqil bir axborot organi bo'lib, Shvetsiya axborot qonuniga mos holatda 2014-yilning 5-ida ish boshlagan bo'lib, 2014-yili 13-iyul kuni Shvetsiyaning ommaviy tashkilotlarni yangi elish idorasining ruxsatidan o'tib, Shvetsiya davlatining axborot organlari tizimligi qatoridan rasmiy o'rin oldi. Ishg'olchi kommunist Xitoy hokimiyati Şərqi Türkistan'a tajovuz qilib kirgandan tortib hozirga qadar Şərqi Türkistan'da tajovuzchi Xitoy hokimiyatiga qarshi elib berilgan cho'ng kichik qarshilik harakatlarning asli mohiyatini burmilab, ta'tir tashviq qilish orqali Şərqi Türkistan xalqi va dunyo xalqidan voqeaning haqiqiy mohiyatini yushirib keldi va kelyotdi. Tajovuzchi Xitoy hokimiyatining zulmlaridan chet ellarga qochib chiqqan Şərqi Türkistanlik muhojirlarmi Şərqi Türkistanning ichki vaziyati bilan bo'lgan aloqasining uzilib qolganligi sababi va yoki Xitoy hokimiyatining voqeani burmilab ta'tir tashviqotiga uchragan nurg'unlagan Uyg'urlarning Xitoyga bo'lgan g'azab nafrati kunsiri ojizlashish girdoviga qarab ketayotgan kunlarda Tor dünyasının taraqqiy qilishi bilan Şərqi Türkistan davosi uchun xizmat qiladigan bir qanchilığın axborot o'rinlari maydonga kelgan bo'lsa-mu, ammo haligar Xitoy hokimiyatining ta'sir tashviqotiga Uyg'urlar tortayotgan zulmga qaraganda bular yanada yetarlik emas edi. Bu munosabat bilan chet ellardagi Uyg'urlarning tashviqot organlarining kamligini to'nib yetgan Shvetsiyada yashayotgan din-suyar, vatanparvar, xalqning g'amini o'ylaydigan avangard yoshlardan tashkillanib, Şərqi Türkistan Təşviqat Mərkəzidən iborat tashviqot organini qurib chiqdi. Şərqi Türkistan Təşviqat Mərkəzi o'zi bir mustaqil axborot organi bo'lish sifati bilan chet ellarda Şərqi Türkistanning mustaqilligi uchun jon kuydirayotgan barliq Şərqi Türkistonlik tashkilotlar bilan hamkorlik asosida xizmat elib bora oladi. Şərqi Türkistan Təşviqat Mərkəzi tarafsiz holda dunyoning har qanday joylarida yashayotgan Uyg'urlar va Uyg'ur tashkilotlarining tajovuzchiga, zolimga qarshi elib bo'lgan siyosiy va ijtimoiy faoliyatlarini birdek qo'llaydi va tashviqot markazining ko'rbetida e'lon qiladi. Şərqi Türkistan Təşviqat Mərkəzi Şərqi Türkistan xalqining dardini dunyoga anglatish uchun tajovuzchi Xitoy hukumatining ta'tir tashviqotiga raddiya berib, to'g'ri shaklda anglatish, xabar, tahlil va analiz maqolalarni yozish, boshqa tillardan tarjima qilish, suhbat programmasi, hujjatli film ishlash bilan birga boshqa davlatlardagi tashkilotlar bilan hamkorlashib tashviqot xizmatlarini elib berish qatorli xizmatlarda bo'ladi. Şərqi Türkistan Təşviqat Mərkəzining qo'lga keltirgan natijasi. Şərqi Türkistan Təşviqat Mərkəzi qurilgan qisqa bir yil ichida Şərqi Türkistondagi bo'layotgan voqealarni o'z vaqtida xabar qilish bilan birga Xitoy tajovuzchilarining ta'sir tashviqotiga nisbatan o'z vaqtida obzor, tahlil va analiz maqolalar orqali Şərqi Türkiston xalqini
yurak sadosini, g'azab nafratini anglatish orqali xalqimizning qalbidan o'rin oldi. Tajovuzchi Xitoy hokimiyati Sharqiy Turkiston tashviqot markazining to'r beti va ijtimoiy uchur aloqa vositalaridagi tarqitish usullariga ko'p qatim buzg'unchilik elib borgan bo'lsa-mu, lekin ko'zlagan maqsadiga yetolmadi ham yetolmaydi. Sharqiy Turkiston tashviqot markazi eng ilg'or bo'lgan vositalardan foydalanib, Uyg'urlarning yuzlanayotgan voqealarni dal vaqtida yetkazish bilan birga Uyg'urlarni ittifoqlashtirib, hamkorlashib xizmat qilish, qo'ldan kelgan imkonlar bilan Sharqiy Turkiston va millati uchun fidokorlik ko'rsatishga undaydigan, yetaklaydigan maqola obzorlar orqali Sharqiy Turkistonning mustaqilligini eng tez sur'atda qo'lga keltirish, Uyg'urlarni Xitoy zulmidan qutuldirish, Xitoy tajovuzchilarni Sharqiy Turkistondan qo'g'lab chiqarishda izchil kurash qiladigan, iqtisod, milliy va jini bilan fidokorlik qilalaydigan ruhiyatini yetaklash rolini to'liq joriy qildirish uchun Allohning roziligini ko'zlab olg'a ilgirlaydi. Sharqiy Turkiston tashviqot markazi dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlardan yeshi, jinsi, madaniyat saviyasiga cheklama qo'yilgan asosda Sharqiy Turkiston tashviqot markazi uchun ixtiyoriy muxbirlikni ustiga olalaydigan, elishni xohlaydigan Uyg'urlarning sepimizga qo'shilib, tashviqot qurolimiz orqali Xitoy tajovuzchilariga zarba beradigan rolini joriy qildirishni umid qilamiz. Sepimizga qo'shilishni qarshi olamiz. Qani marhamat.